hozir shu kunlarda Nuriya Chiliyinni Qalb iffati nomli kitobini o'qidim va hammaga, har bir oilaga, bo'lajak otalarga, bo'lajak onalarga tavsiya qilsa bo'ladigan adabiyot. Niyatni yaxshi qilish naqadar ahamiyatli ekanligini kitob juda jarangdor bir yurakka singdirib qo'yadi. Shuuringda shu qalb iffati deb nomlanadi-ku, inson tanasini umuman har bir a'zoyimizni o'zini iffati bor-ku. Mana ko'z yomon, xunuk manzaralardan asrash iffat yoki til iffati yomon so'zlarni so'zlashdan, yuz, xullas qo'l faqat yaxshilik, ezgulik harakatlari bilan bog'liq bo'lgan. Qalb iffati niyat bilan bevosita bog'liq va o'zi har bir kishini o'ziga bog'langan. Ostona xatlab chiqarkanmiz, biz milliy qadriyatlarimizga ko'ra tilak qilinadiki, hasaddan, yovuzlikdan, hasratdan, yolg'izlikdan, g'iybatdan asragin degan. Qarang, Qalb iffati kitobida turk adibi shunday bir umumiy insoniy qadriyatni shunaqa bir jarangdor qilib aytadi. Shubhada ham shunaqa faqat yaxshi gumonda bo'ling degan gap bor bizda. Qalb iffati kitobida eng avval amaling, harakating, e'tiboring yaxshi gumonda bo'lsin. Sen dunyoga ko'zing tushdimi, uyg'ondingmi? Yaxshi gumonlar qil. Niyatga yetishdan ham oldin gumoning bor-ku, shubhang bor-ku, yaxshi gumon qil. Dunyoga yaxshilik ko'zi bilan qarash, mehr bilan qarash va atrofdan o'ziga yaxshilik yaratib olish ta'kidini bugungi zamondoshlarimiz uchun juda ham qiziqarli. Yana bitta jihati, Qalb iffati kitobi har 2,5-2 sahifada alohida sarlavha bilan ijro etib qo'yiladi. Bu o'quvchini zeriktirmaydi. Juda tez o'qib ketganingizni bilmay qolasiz. Mana noshirlik bir sanoatida shu kitobxonlar uchun qulaylik yaratish uchun shunaqa jihatlar ham hisobga olinsa yaxshi bo'lar ekan. Men juda katta taassurot oldim.